Mana shu hashamatli 5 sotuvli uchastkamizni mashinalarga barter qilsanglar ham bo'ladi. O'shanda ham pul yetmasa-chi, kelishgan holatda pulini bo'lib to'lasanglar ham bo'ladi, hech qanaqangi foizlarsiz. Zo'ra, planirovkasi undan ham zo'r. Qaranglar, darvozaxonaga ikkita mashina bemalol sig'adi, o'zining ziloning zonalari va burchakda letniy oshxonalar ham ko'rishimiz mumkin. Orqa tomonda ham o'zining hovlilariga ega. Birinchi etajimiz shunaqangi hol bilan boshlanadi. O'ng tomondan boshlaymiz. Ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona, panoramli oynalari bilan birga. Uni qarshisida bo'lsa, mehmonlar kutish uchun zalimiz bo'ladi. Kattagina o'lchamda, lekin chiroyli qilib remont qilib qo'yishibdi. 100% to'pli pol. Xo'p, bu zonamiz birinchi etaj uchun umumiy sanuzilni ko'rishimiz mumkin va uni yonida yosh kattalarga mo'ljallangan xonamiz. Shu bitta kastimchada mebel texnika bilan tayyor kirib yashiladigan holatda. Bu yerda yana bitta shunaqangi katta o'lchamdagi xonani ko'rishimiz mumkin. Xohlasanglar mehmonxona, xohlasanglar yotoqxona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Boshida aytganimdek, orqa hovliga chiqadigan xodimiz va pastda kattagina o'lchamdagi podvalni ham ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi etajimiz ham shunaqangi hol bilan boshlanadi, o'zini terassasiga ega. Ikkinchi etajda jami ikkita katta bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Ikkinchi etaj uchun umumiy sanuzel va ikkita katta rodительskiy spalni ko'rishimiz mumkin. Ulardan birida o'zini sanuzeli ham bor. Manzil keladigan bo'lsak, Uch Qahramon postidan 6 km o'tganda Hoji ota mahallasi bo'ladi, orientir Hoji ota masjidi. Narxi